Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun xudo xolisa qisqa lekin issiq paytlar uchun juda ham muhim mavzu bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar va shu tavsiyani qo'llab turinglar. O'zi deyarli hamma xonagullari mo'tadil haroratni yaxshi ko'radi. Agar harorat juda ham issiq bo'lsa, xonagullarining immuniteti tushib ketadi va stressga moyilligi oshadi. Misol uchun harorat birdaniga ko'tarilib ketsa, uyimizning ichi juda ham issiq dim bo'lsa, xonagullarimiz issiqda quyoshda qolib ketsa yoki xonagullarimiz issiqda suvsiz qolib ketsa, stress kuzatilishi mumkin. Bilasizlar, xonagullarda stress bo'lganda birinchi o'rinda barglari shalpayib qoladi va holati juda ham xunuk bo'lib ketadi. Agar stress kuchli bo'lsa, barglari sarg'ayib, to'kilib ketishi mumkin va ko'p hollarda gullari ham to'kilib ketadi. Bugun masalaga issiqda o'simlikning immunitetini ko'taradigan va stress oldini oladigan bitta zo'r dori haqida gapirib bermoqchiman. Bu dorini topish ham oson, narxi ham juda ham arzon turadi, lekin foydasi katta. Videoni oxirida har doimdek ishlatish, tayinlashni ham albatta ko'rsatib beraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanaliga ham obuna bo'linglar. Do'stlar, xonagullar uchun issiqda eng zo'r yordamchi bu albatta sirkon hisoblanadi. Men sizlarga o'zi ko'p bor aytganman, xonagullaringizga qishda ko'proq epin berib turinglar, yozda bo'lsa sirkon. Sirkon ayni issig'ga, yozda stresslarga qarshi juda ham zo'r dori. O'zi mana idishda ham yozib qo'ygan effektivная защита от засухи и ультрафиолетового излучения. Bu degani suvsizlikdan va quyosh nurlaridan himoya. Sirkon deyarli hamma agrodo'kon, gul bozorlarida sotiladi. Buni narxi ham ancha arzon. Mana shu bitta donasi o'rtacha 10 ming so'm turadi. Bir xil joylarda arzonroq, bir xil joylarda qimmatroq. Sirkon o'simlikning immunitetini ko'taradi va stressga qarshi kurashuvchanligini oshiradi. Agar o'simlikda stress bo'lsa, stressdan chiqishiga yordam beradi. Do'stlar, agar sirkonni xonagullarimiz uchun profilaktika sifatida beradigan bo'lsak, ya'ni stressni oldini olish maqsadida bir oyda bir marta beramiz. Shuni o'zi bemalol yetadi. Yilli issiq paytlarda 30 kunda bir. Agar xonagullarimizda stress boshlangan bo'lsa, stress alomatlari sezilsa, 10-15 kunda bir marta tuzalgunicha, o'ziga kelgunicha beramiz. Misol uchun xonagulimiz issiqda qolib ketdi yoki quyoshda qolib ketdi, holati o'zgarishni boshladi. Birinchi o'rinda bu xonagulni biz soyroq, salqinroq joyga olamiz va darhol sirkonni tayinlab, tagiga qo'yamiz, barglariga yaxshilab sepamiz. Bu xonagulimiz uchun juda ham katta yordam bo'ladi. Xonagulimiz o'ziga tez keladi, xudo xolisa. Kerak bo'lsa 10-15 kundan keyin yana bir marta bersanglar ham bo'ladi. O'zi tuzalgunicha har 10-15 kunda bersanglar bo'ladi. Faqat oradan albatta kamida 10 kun o'tsin. Do'stlar, sirkonni har qanaqa o'simliklar uchun ishlatsanglar ham bo'ladi. Misol uchun hovlida qanaqadir daraxtga quyosh urdimi, issiq urdimi, darhol sirkonni tayinlaylar. 10 litr suvga mana bitta ampulani solasizlar, daraxt tagiga qo'yasizlar, iloji bo'lsa barglariga ham sepib chiqasizlar va bu o'simlik uchun juda ham katta yordam bo'ladi. Faqat hovlida ishlatayotganda albatta sirkonni kechki payt quyosh yo'qligida ishlatinglar. Sirkonni agar quyoshda beradigan bo'lsanglar, quyoshda parchalanib ketadi, ta'sir qilmaydi. Eng zo'ri shomdan keyin ishlatish kerak. Endi men sizlarga xonagullar uchun tayinlashni hozir ko'rsatib beraman. Do'stlar, sirkonni pochkasining ichida bitta mana shunaqa ampula bo'ladi. Bitta 1 mg 40 ta tomchi suyuqlik. Agar sizlar 10 litrga tayinlaydigan bo'lsangiz, shu 1 mg ni solasizlar, yaxshilab aralashtirasizlar va oziqa tayyor. Xonagullar uchun endi 10 litr juda ham ko'p. Shuning uchun men sizlarga 1 litrga tayinlashni ko'rsataman. Agar 10 litrga 40 ta tomchi bo'lsa, 1 litrga 4 ta tomchi solasizlar. Hozir mana o'lchab olish oson bo'lishi uchun shu qadab qo'yaman. Mana shunaqa pipetka ishlatasizlar. Mana hozir olamiz. Mana oldi, hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bitta tomchi, ikkita, uchta, to'rtta. Shuni o'zi yetadi, ko'paytirib olmaylar. Do'stlar, albatta bizning Ildiz Telegram kanaliga ham obuna bo'linglar. U joyda har kuni faol biza. Ildiz Telegram kanalimizda 130 ta xonagullarni parvarish haqida batafsil ma'lumotlar bor. Boshqa qiziqarli ma'lumotlar ham juda ko'p. Misol uchun sirkon haqida biz Telegram kanalida bir hafta oldin gaplashgan edik. Va Telegram kanalida sovrinli o'yinlarni boshlaganmiz. O'zi kirsanglar bilasizlar. Silkasi har doimdek birinchi izohda va videoni opisaniyasida. Endi mavzuyimizga qaytamiz. Bugun biz sirkonni profilaktika sifatida shu ikkita aglonemaga beramiz. Aglonemalarimiz sog'lom, lekin stressni oldini olish maqsadida bir oyda bir marta bersak bo'ladi. Profilaktika sifatida xohlasanglar ham barg ham ildiz orqali beringlar. Bugun biz faqat ildiz orqali beramiz. To'g'risini aytaman, sepadiganimni topolmadim, shuning uchun faqat ildiz orqali beraman. Agar topganimda barglariga ham sepib chiqardim. Lekin sirkonni asosiy ishlaydigan joyi bu tuproq orqali, ildiz orqali berishingiz kerak.
Yana sirkonni bitta xususiyatini aytish bilan chiqdi. Sirkon zo'r stimulyator hisoblanadi. Asosan ildizni o'stirish uchun juda ham zo'r stimulyator. Qo'shimchasiga ildizlarni ham o'stirib olasizlar. Mana misol uchun mana bu detkalarni ildizini o'stirish uchun sirkon bizga juda ham katta yordam beradi. Tuprog'imizni namlab olganmiz. Mana sirkonimiz tayyor. Aytganimdek 1 litrga 4 ta tomchi soldik va xuddi sug'organdek mana quyurasizlar. Qanaqa sug'orsanglar, sirkonni ham xuddi shunaqa berasizlar. Aytganimdek, agar xohlasanglar barglariga ham sepsanglar bo'ladi. Mana bunisiga qo'ydik, endi mana bunisiga qo'yamiz. Do'stlar, mana bugun sizlarga shuni ko'rsatib bermoqchi edim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.